Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Andijon qora cho'jalarimiz 20 kunlik mana sotuvga tayyor. 100% sog'lom. Cho'jaga qanaqa vaksina qilinadigan bo'lsa, barchasi qilingan. Xudo xolasa. Parranda hamda cho'ja sohasi bo'yicha qanday savollar bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 24 soat onlaynmiz. Xudo xolasa barcha savollarga qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Inshaalloh sentyabr, oktyabr oylarigacha bemalol tuxumga kiradi. Tuxumga kirsa, mabodali optim xaridorlar bo'lsa, optim qiziqib boqaman, 100 ta, 200 ta, 300 ta boqaman deganlar bo'lsa, undan ham ko'proq misol tuxumini yana o'zimiz sotib olamiz. Inkubatoriyamiz bor, inkubatorda ochirib turib o'zimiz yana cho'ja ochiramiz. Tuxumlariga yana o'zimiz xaridor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalimiz rivoji uchun like bosishni esdan chiqarmanglar. Inshaalloh mana 100% sog'lom cho'jalar. Bu yerda hozir soni 1300 ta bor. 1300 ta, 1400 ta atrofida bor. Endi 1,5 mingta tashlaganmiz. Bateriya boshqa bo'lgan. 1300, 1400 ta atrofida bor. Optim so'raydiganlar ham bo'lsa, donalab ham sotaveramiz. Hozir bugungi narx Xudo xolasa 15 mingdan. Yana oz-moz kelishtirib beramiz. Telefon nomerimizni opisaniyada qoldiramiz. Inshaalloh 24 soat bemalol telefon qilib Bularni yemiga keladigan bo'lsak, yemi shu start yemidan beramiz, burlerni yemidan.